Oysha Siddiqa radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Ey Oysha, bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin Qur'oni Karimdagi sura Al-Hamddan 3 oyat. Astagfiru billah, alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim, maliki yawmiddin." 3 oyat. Undan keyin la ilaha illalloh yaf'alu ma yurid. La ilaha illalloh yaf'alu ma yurid. Ikkinchisi. Uchinchisi, Allohumma antal g'aniyyu va nahnul fuqaro. Shu duo ekan. Shuni 3 dona o'qisa, Xudoy taolo u banda shuni o'qib turib Allohdan nima so'rayotgan narsasi bor edi-yu, ijobat bo'lmayapti. Ashini so'rasa Alloh beradi debdilar. Sharti so'ragandan keyin Xudo bersa, yanidek odamga aytmasin debdilar. Men meni so'rovdim, berdi, sen ham qil demasin. Degan kuni keyingi so'rayotgan narsa to'xtab qolar ekan. Tushuntira olyapman-a? Shuni o'qiydi-da, Allohdan haligi hojatini so'raydi. Alloh mana uni ber deb so'raydi. So'ragandan keyin u amalga oshar ekan, albatta. Amalga oshgandan keyin men shuni ishni qiluvdim, Xudo berdi, sen ham qil dema, deyapti. Alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim, maliki yawmiddin. To'xtaydi. La ilaha illalloh yaf'alu ma yurid. La ilaha illalloh yaf'alu ma yurid degani Alloh xohlagan narsasini qiladi degan. Nimani xohlasa shu ishni Xudo qiladi. Xudo qodir. Keyingi 3-duosi Allohumma antal g'aniyyu va nahnul fuqaro. Alloh, sen hech kimga hojating tushmaydi. Hammani hojati senga tushadi. Sen boy badavlat zotsan. Va nahnul fuqaro, biz muhtojmiz. Biz kambag'almiz. Hammamiz hojatimiz senga tushadi degan ekan. Va agar odatda shu ishga bir amal qilib qolsak, ko'p savoblarga ega bo'lar ekanmiz. Amin. Alloh hammamizga amal qilishlikka yordam bergin. Parvardigor, hammamizni sendan so'raydigan o'ta ko'p hojatlarimiz bor. Shu hojatlarimiz ravon, mushkulotlarimiz oson bo'lishligini, o'zing Habibing o'rgatgan amallar bilan senga yo'l borishlikni Xudo nasib qilgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatik.